Assalomu alaykum barchaga akalar, opalar. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan charchishlar yo'qmi, jigarlar? Bu hozir yana yangi ishu bitta akamiz uchun bo'ladi, lekin yana bir narsani aytib o'tay dedim. Men hozir mana shu ish faoliyatimni TikTokda ham olib boryapman. Chunki YouTube'da akalar вообще поддержка sust. Men o'zim o'zbekcha auditoriyam bilan o'zbekcha olib borayotgandim. Вообще поддержка sust akalar, opalar. Qanaqa ish chiqarmay akalar. Поддержка sust. Mendan bu sizlarning like, kommentariyaringizdan shuncha foydaki, o'sha ish beruvchi meni auditoriyamni ko'rib, prosmotrimni ko'rib, yanada boshqa ishini menga reklama qil deydi akalar, opalar. Agar sizga to'g'ri kelmasa yo boshqaga to'g'ri kelmasa, yana boshqasi inshaalloh ishli bo'ladi-ku akalar, opalar. Lekin shuni sizlar nazarga olmaysizlar. Meni mana shu arzimagan xizmat bo'lsa ham akalar, opalar, shuni nazarga olmaysizlar. Hech narsa ketmaydi akalar, sizlardan bitta like, komment yozsalar. Men harakat qilyapman usta akalarimizga, semeyni paraga, skladdan, частный zavodlardan akalar, opalar, ishni chiqarishda, prosmotrda oladi, lekin mana shu bitta like, kommentariyasini bilmayman, ustun ko'radimi? Aka, mehr oqibat yo'qolmasin. Hammasi bo'ladi akalar, opalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Instagram sahifamga ham qo'yaman, birinchi kommentariyaga zakripit qilaman. TikTokda ham olib boryapman akalar. TikTokda вообще zo'r ketyapti prosmotr. Nima uchun deganda, u yerda tojikcha gapiryapman. Auditoriya tojikcha, podeshkalari вообще zo'r akalar, opalar. To'g'risi. Lekin bizda o'zbeklar qandaydir podeshka вообще susayib ketgan. Mana shu YouTube tarmog'ida. Bo'lmasa men biron narsa olib chiqarmayapman yo biron zalalli narsa emas. O'ylaymanki, hammaga inshaalloh foydali deb. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Bugun ish chiqaryapmiz. Leningradskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida akalarimiz, voditel akalar bormi? Kommentariyaga srochno yozingizlar. O'zimni WhatsApp nomerimni qo'yaman, chunki bitta odam kerak. Общий bitta odam kerak. Voditel samospal. Akalar, prava shart emas. O'zbekmi yo bo'lmasa ham farqi yo'q akalar. Чтобы siz bilsangiz texnikani haydashni, ortishni, olib borib holatishni bilsangiz, inshaalloh shu ish sizga to'g'ri keladi. Ish soati 500 rubl akalar, opalar. 500 rubldan yotoq joy tekin. Ishxona tomonidan har hafta расход akalar, opalar. Agar kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerda o'zim WhatsApp'im bemalol yozasizlar. Iltimos, faqat real ishlaydigan akalarimiz bu. Biroq xil aldov-paldov emas. Akalar, har bitta videomda men aytib yana o'taman. Men chiqargan ishimdan agar sizlar aldanib, biz tomondan agar ayb o'tgan bo'lsa, aldanib qolgan bo'lsalaringiz, meni nomerim profilda bor. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Inshaalloh birgalikda uni hal qilamiz. Mana shu ishimizga konkretno ishlayman degan akalarimiz bo'lsa, pastda nomerni qo'yaman. WhatsApp nomer, menga aloqaga chiqingizlar. Inshaalloh nomerini tashlayman xazayinda. Pryamoy borib ishga joylashishingiz mumkin akalar. Men sizdan biron so'm pul talab qilmayman. Agar mana dacha, semeyni paralar bo'lsa, chunki u yerda akalar o'zlaringiz bilasizlar, o'sha ish beruvchini, hozir ish beruvchi pryamoy redka topish mumkin. Hammasi hozir agentство bilan. Shu agentstvoga berib bemalol joylashishingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Podeshkani kutaman, O'zbekiston. Podeshkani kutaman, inshaalloh. Pastda kommentariyaga o'zim Instagramda zakripit qilaman. Sразу bemalol o'tib obuna bo'lingizlar. U yerda ham yangi ishni chiqarib boramiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Kelgusi videoda